Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga Abdujalol Rahimovning Abu Ali ibn Sino roman kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Abu Ali ibn Sino romanining ushbu 3-yakuniy kitobida ulug' tabib va allomaning Xorazmdan Jurjon tomon yo'lga chiqishi, ziyoriylar Buvayhiylar yurtidagi hayoti va faoliyati haqida hikoya qilinadi. Roman voqealari tarixiy ma'lumotlar asosida yaratilgan. Alloma bu diyorlarda ilm bilan mashhur bo'lib, keyinchalik butun insoniyatga barakali meros bo'lib qolgan ilm mag'zanini shakllantiradi. Murakkab amaliyotlarini qo'llab, ne bemorlarni hayotini saqlab qolishga sababchi bo'ladi. Mazkur kitob nafaqat tibbiyotga qiziquvchilar va tarixiy shaxslar haqidagi asarlar ixlosmandlariga, balki keng kitobxonlar jamoatchiligiga manzur bo'lishiga ishonamiz. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, sizlarni Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizda kutib qolamiz.